E'tiboringlarni ekranga qaratishlarni so'rayman. Men bor vaqtlarni olamiz. Lekin biz Ominaxon bilan qanaqa tanishib qolganimizni, ya'ni love storyni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Chiroyli kadrlar, zo'r ssenariylar qilishimiz mumkin edi. No, nima qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday ko'rsatishga qaror qildik. Marhamat, yoqimli tomosha. Xon Creative Studio. Bir kuni ofisda o'tirdik. Vayinga yana yangi hisob onasini ensim bor-u. Nima muammo? Instagramda qisti qilyapti yoki? Yo'q, men yaxshi bunaqasi yo'q, yaxshisi yo'q. Voy, topsa bo'ladi. Asabiylashishingizni qarang, yo'q narsa. Mana buni ko'ring, zo'r ekan. Yo'q. O'zimni chalg'itib o'tirdim. Bir payt unga ko'zim tushib qoldi. Qarasam, efir qotgan ekan. Hammasi mana mashitdan boshlandi. U bilan gaplashdik, yozishdik, uchrashuv belgiladik. Eng qizig'i, u menga kerakli bo'lgan savolga Qarang. Vaylaga chiqasizmi o'zi? Yo'q, qanaqa vayn? Men chiqmayman, menga to'g'ri kelmaydi bu. lekin men uchrashuv belgilab qo'yganman. Nima bo'lsa ham u bilan ko'rishim kerak edi. Assalomu alaykum. 2 kishiga bron qilmoqchi edim, 2 kishiga. Bormi joy? Ha. Soat 3 ga. Aha, Samandar. Bo'ldi, xo'p. Alo. Anaqa, men keldim. Bu mana mensimasa ham kerak. Eshigini o'zing yopib olmasan. Sizlar ishonmasliginglar mumkin, lekin hammasi rostdan ham shunaqa bo'lgan. Ishdan chiqdingiz-ku? Qoringiz ham och bo'lsa kerak, restoran bron qilib qo'yganman. Yo'q, ochmas. O'zi nima ish bo'yicha ko'rishdik? Aniq ish bo'yicha ko'rishdikmi? Agar hozir men unga yo'q, seni ko'rgim kelyapti, sen bilan ko'rishim kerak desam, jahl qilib tushib ketib qolishi mumkin. Nima bo'lsa bo'ldi. Ha, ish bo'yicha ko'rishamiz, nima yo'q? Ish bo'yicha ko'rishdik. Unda restoranni zatmay qo'ying. Ikkita javob aylanib gaplashib olsak bo'ladi, menimcha. Rostdan. Keyin u o'zi haqida aytib berdi. Men o'zim haqimda aytib berdim. Oilamiz, qiziqishlarimiz, xullas hamma xarakterlarimizgacha bir xilligini bilib, hayotimda men degan narsani bizga o'zgartiradigan inson topganimni his qildim.